Sotuvda Renault T520 Comfort'da Shimisref bilan komplekt holatda. Narxini 86 ming AQSh dollari deb aytilyapti. Tegacham Pricep ham 2016-yil 11-oyda ishlab chiqarilgan holatlari a'lo darajada, biror bir kamchiliklari yo'q. O'zi ko'pchilik juda yaxshi biladi. Ko'rinishi Renault, ichlari to'liq Volvo bo'ladi. Volvo motor, Volvo korobka. 520 ta ot kuchiga ega, bosib o'tgan masofasi 720 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salon ichki holatlarini ko'rishingiz mumkin. Idealniy holati turibdi. Barcha qulayliklarga ega stiyashniy konditsioner, zavodskoy avtonomkalari mavjud. Qolaversa egalari kabinasini shumka ham qildirib qo'ygan ekanlar. Tigachi balonlari oldi 100% yangi holatda, orqasi 80% tashkil etadi. AdBlue sistemalari to'liq ishlaydigan holatda. Endi Percep'ga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimdek 2016-yil 11-oyda ishlab chiqarilgan Shimisref stena qalinligi 7 li stena, eshigini ruchkasi 4 talik ruchkadan. Ichki holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Idealniy holatda turibdi. Agregat Thermaking SL2 E300 agregatda motachasi 9500 bo'lgan. Balonlarning holati hammasi 100% yangi holatda turibdi. Agar mana shu ideal holatdagi komplekt furaga qiziqqan bo'lsangiz, egalarni o'zlariga telefon qiling, o'zlarida yana to'liqroq ma'lumotlarni olasiz. Manzil Samarqandda turibdi. Bu videoni mana shunaqa refli fura qidiruvga tanishlarga yuborib qo'yisham esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.